Ali, menga qarang. Birovni topib qolganman. O'sha yerda to'xtovdim. Ketdik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, nima bo'ldi? Kayfiyatingiz yo'q. Bitta qursin bular. Gapiravering. Hech bola chaqani orqasidan bir rohat ko'rib o'tib ketar ekansan-da. Bola chaqa tashvishdan o'lib qutular ekansan. Yo'q, unaqa. Nega dedingiz tinchlikmi? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Nega bunaqa deyapsiz? Kelinimni aytyapman-de. Shu kuydirgan. O'g'lim ham har gapida ajrashaman deb qon qildi. Ajrasin dedim. Shu bolalarga jabr bo'ladi-da, olsin. Axir ularda nima ayb? Ajrashaman deydi. Bir chiroyli yashab turishuvdi. Xudo bergan 2 farzandi bor. Nima yetishmayapti ekan? Odamlar tirnoqqa zor. Jimgina o'tirishsin. Men ham shuni aytaman-da. Bularga gap uqtirib o'zim charchab ketdim. Kelinim bor. Molim bor-de. Ishga kirgandan beri aynitib qo'ydim. Avvallari juda yaxshi qiz edi. Bitta gap gapirsam, bo'ladi oyijon deb turardi. Hozir bitta gap gapirsam, tilini o'ng'a chiqib gap qaytaradi-ya. Shakajoy o'g'limni ham bir tinga olmay qo'ydim. Bir nima desa, tilini o'ng'a chiqib jon japlab turadi. Sizga umuman tushunmadim. Tagli tugli oiladan ekan. Yigit ham o'qimishli ekan. O'g'limiz toparman deb aytib turishibdi. Nega o'ylamasdan yo'q deb javobini berdingiz? Nega indamaysiz Manzuraxon? Manzuraxon, sizga gapiryapman. Hayolingiz qayerga ketdi? Yoki biror odamga vadalashib qo'ygan joyingiz bormi? Yo, biror odamga vadalashib qo'ygan joyingiz bormi? Yo'q, opa. Sizga aytsam dardim chiqadi. Ha? Meni dardim chiqadi. Qo'rqitmayman, ha? Nima dardingiz bor? Tinchlikmi? Ha? Nimaga uzatolmaysiz? Mani qo'rqitmang o'zinjon. Nima bo'ldi? Gapiring. Nima gap? Ha? Kadriyes. Nachli motor. Manzuraxon, olsin. Assalomu alaykum. Yo'q, turmay. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamang. Voy. Qarang, opa. Voy. Tayyor bo'lib qoldi. Buncha chiroyli bo'lmasin. Qo'lingiz gullar, ko'z tegmasin. Ha, buni qizingiz Jayronaga qarayapsiz shekilli, ha? Yo'q. O'g'lim motorjoyga niyat qildi. Kelinni boshiga mana shularni qo'ymoqchi. Voy. Ko'z tegmasin. Juda chiroyli bo'pti. Menga qarang. Jayronaga rosa turnaqador sovchilar kelishyapti. Ha? Tabriklayman. Nega hammasini aytarapsizlar? Lekin nimaga shuncha sovchilarni qaytaryapsizlar? Kecha amakisi shu haqida gapirayotgandi. Kecha amakisi shu haqda gapirib qoldilar. Biror joyga ilinay demaysizlar. Biror joyga mundoq ilinay demaysizlar-ya. Yigit kishiga erkak kishi. Erkak kishiga aybi yo'q. Qachon uylasa hech kim gap qilmaydi. O'g'lingiz deyman. Shu o'g'lingizdan oldin qizingizni uzatib oling. Qiz bolani tengi chiqsa tekinga berish kerak. Qiz bolani tengi chiqsa tekinga berma deyishgan. Akasidan oldin uzataman. Ha, menga qarang.
o'shan oldin gapirmadim. Akasidan oldin uzatib olsangiz bo'lmaydimi? Olsinjon. Axir yoshi ham 22dan o'tdi. Axir yoshlar 22 yoshdan oshdi. Bizni qishloqda qiz bolani uzoq ushlab Bizni o'tirmaydi. qishloqda qiz bolani uzoq ushlab turishmaydi. Bir pasda odamlarning orasida qari qiz degan nom. Bir pasda odamlarning orasida qari qiz degan nom oladi. Shu bilan Ana undan keyin shu bilan tamom, vassalom, uyda o'tirib qoladi. chuqur bo'lsin. Uzatingdan ko'rasiz. Xudo xohlasa. Ha. Kim bor uyda, kimdir bormi? Voy. Ana, yana bir xaridor. Yana sovchilar kelishdi shekilli. Puling olsin, mana shularni yozib. Olsinchi, ko'pingizni yashtiring. Men Mana ularni sizlarni uzib boshlab kiraman hozir. Voy. Iloyim. Baxt ochilsa qizingizni. Kelinglar. Bunisi ham bitaydi. Voy, chiroyli bo'lmasa. Chiroyli. Rasam qo'lingiz zab ko'rmasin. Juda chiroyli qamisingizni olsin. Buni jayronaga qo'ygan. Voy, buni qizingiz jayronaga qo'yapsiz shekilli-a? Yo'q. O'g'lim borda jangga niyat qildim. Kelinni boshiga. Kelinni boshiga mana shularni qo'ymoqchiman. Nima deysiz? Lekin juda ham chiroyli chiqdi. Ko'rsanglar. Jayronaga kunda turna qator sovchilar yig'layapti. Voy, olsin. Jayronaga kundan kunga sovchilar ketib uzilmayapti. Ko'z tegmasin. Ha. Nega hammasini qaytarasiz? Nimaga hammasini qaytaryapsizlar? Ha? Kecha amakisi ham shu haqda. Kecha amakisi ham shu haqda gapirib qoldilar. Biror joyga ilinay demaysizlar. Biror joyga ilinay ham demaysizlar. Ay, yigit kishiga erta kecha yo'q. Yigit kishiga erta kechasi yo'q. Aybi ham yo'q. Qiz bolani tengi chiqsa tekinga berish kerak. Lekin qiz bolani Tengi chiqsa tekinga. lekin qiz bolani tengi chiqsa tekinga ber deyishgan. Akasidan oldin uzatolmaysizlarmi? Akasidan oldin uzatib olsangiz bo'lmaydimi? Olsinjon. Axir yosh ham 22dan. Axir yoshi ham qarang, 22dan. 22 yoshdan oshdi-ya. Bizni qishloqda qiz bolani uzoq ushlab o'tirmaydi. Bizni qishloqda qiz bolani ushlab o'tirishmaydi. Bir pasda odamlarning orasida qari qiz. Birpasda odamlar orasida qari qiz degan nom chiqadi. Shu bilan tamom. Shu bilan tamom, uyda o'tirib qoladi. Yo'q. Kim bor uyda, kimdir bormi? Ana bir xaridor. Sovchilik edi shekilli. Turing olsin, mana bularni ichdi. Qurbalarni yig'ishtiring. Men sovchilarni boshlab turaman. Voy, men bo'lsam sovchilarni boshlab kelaman. Xo'p, iloyim, baxt ochilsin. Kelingiz kelsin. Kelinglar, assalomu alaykum. Kelinglar. Yes. Kamerangiz nachli. Erkak kishini erta kechi yo'q. Qiz bolani joyi chiqsa, uzr yana boshladim. Tengi chiqsa tekinga berish. Tengi. Tengi. Kadringiz. Erkak kishini erta kechi yo'q. Qiz bolani tengi chiqsa, tekinga uzat degan gap bor. Bor. Kadringiz nachli. Osijon, menga qarang, bizni qishloqda qiz bolani uzoq ushlab o'tirishmaydi. Agar uyda o'tirib qolsa, bilasizmi, hammada dudi gap bo'lib ketadi. Qari qiz degan nom oladi. Shunga tamom. Yo'q. Voy. Kimdir keldi-yu? Voy qizi. Dugonalaringiz salom aytgan. Yaxshi yurgin. Ovqatlaringni o'z vaqtida yegin bolam, xo'pmi? O'zingni ehtiyot qil. Bo'pti bolajonim. Aytaman, salom aytaman. Qizingizdan gaplashdingmi? Ha, dadasi. Gaplashdim. Hammanglarga salom aytdi. O'zi qachon kelar ekan? O'qish tugamabdimi? O'qishi tugabdi dadasi. Ha. Bu yil 5-kurs bo'lgan. Bu yil 5-kurs. Shuning uchun amaliyotga kirish kerak ekan. Bir oylarda qaytaman. Bir oylarda qaytaman deydi. Yana qanaqa amaliyot? Jag cho'zilib ketdi deb o'yini o'qishyapti. Yil bo'yi bo'la qolmabdimi o'sha amaliyotda? Axir dadasi Dadasi chaqirasiz.
Dadasi juda qiziq odamsiz. Ha, shifokor bo'lish osonmi? Kasalxonaga borib Iye, bemorlarni- kasalxonaga boradi, bemorlar bilan tanishadi, ularga tashxis qo'yadi. Bitta kitob o'qish bilan shifokor bo'lib qolmaydi-ku. Ha, senga qizingni maqtash bo'lsa bo'ldi. O'g'ling qani? Uyda. Botir! Botir! Bu yerda. Bu yoqqa qara. Ertagayoq shaharga borasan. Singlini xabar olasan. Ko'rgincha qanday yuribdi? Qarachi qanday yuribgan ekan. Birov xafa qilmayaptimi? O'qishlari yaxshimi? O'qishi ham jar cho'zilib ketdi. O'qishi ham juda cho'zilib ketdi o'zi. Xo'p bo'ladi shuni. Kadres. Kamerangiz nachli. Bo'pti qizim. Tushundim, bolam tushundim. Bo'pti. Dugonalaringga salom aytgan. Xo'p, yaxshi yurgin. Ovqatlaringni o'z vaqtida yegin bolam. Tushundingmi meni? O'zingni ehtiyot qil bolajonim. Xo'p, aytaman, salom aytaman. Bo'pti bolam. Xo'p, xo'p. Qizing bilan gaplashdingmi? Ha, dadasi gaplashdim. Hammanglarga salom aytdi. O'zi qachon kelar ekan? O'qish tugamabdimi? O'qishlari tamom bo'lib ketdi. Dadasi o'qishlari tugabdi. Ha. Bu yil 5-chi Bu yil 5-kurs emasmi? Shuning uchun amaliyot. amaliyotga chiqishar ekan. Yana bir oylardan keyin Yana bir oylardan keyin kelaman dedi. Qanaqa amaliyot? jar cho'zilib ketdi. O'qish ham juda cho'zilib ketdi-da. Yil bo'yi bo'la qolmabdimi o'sha amaliyot? Axir dadasi shifokor bo'ldi. Dadasi juda ham qiziq odamsiz. Axir shifokor bo'lish osonmi? Ha? Kasalxonaga Iye, borib kasalxonaga boradi, ular bilan ko'rishadi, tashxis qo'yadi. Bitta kitob o'qish bilan shifokor bo'lib qolar ekanmi? Ha, senga shu qizingni maqtash bo'lsa bo'ldi. Voy, O'g'ling qani? uyda. Botir! Ha, Botir! Bu yerda. Bu yoqqa qara. Xo'p bo'ladi. Ertagayoq shaharga borasan. Singlini xabar olasan. O'qishlari qalay? Birov xafa qilmayaptimi? Juda cho'zilib ketdi o'qishi. Xo'p bo'ladi endi ham. Kadres. Dadasi. Aytaman, o'zingni ehtiyot qilgin. Yaxshi yur. Xo'p, bolam, xo'p. Qizing bilan gaplashdingmi? Ha, dadasi gaplashdi. Hammanglarga salom aytdi. O'zi qachon kelar ekan? O'qish tugamabdimi? Dadasi, o'qishlari tugashga tugan. Keyin bu yil 5-kurs. Ha. Shuning uchun amaliyoti bor ekan. Bir oylar yana qolar ekan. Qanaqa amaliyot? Juda o'qish ham cho'zilib ketdi-da. Yil bo'yi o'sha bo'la qolsa bo'lmas ekanmi o'sha amaliyoti? Dadasi juda ham g'alati odamsiz. Ye? kasalxonaga borib Kasalxonaga boradi, bemorlarni tashxislari bemorni ko'radi, ularga tashxis qo'yadi. Kitob o'qigan bilan doktor bo'lib qoladi. Ha. Senga shu qizingni yonini olish bo'lsa bo'ldi. Ey, O'g'ling qani? uyda. Botir! Va Botir! Bu yerda. Bu yoqqa qara. Xo'p bo'ladi. Nabi. Ertagayoq shaharga borasan. Singlini xabar olasan. Qanaqa yuribdi? O'qish qanday bo'lyapti? Birov xafa qilmayaptimi? O'qishi ham vobshe cho'zilib ketdi. Bo'ldi, har qilaman endi. Vobshe duvor. Ishlayveramiz. Botir! Va Botir! Bu yerda. Bu yoqqa qara. Xo'p bo'ladi. Nabi. Ertagayoq shaharga borasan.
Singilni ahvoli nasıl? Ko'rguncha qanday? O'qish qanday bo'lyapti? O'zi qanday yuribdi? Birov xafa qilmayaptimi? O'zi o'qishi ham jech cho'zilib ketdi. Tushundingmi? Yo'l berdi haqida. Ertaga shaharga borasan. Singilni havo olasan. Yaxshi yuribdimi? O'qishlari qanday bo'lyapti? Birov xafa qilmayaptimi? O'qishi ham jech cho'zilib ketdi. Yo'l berdi o'zim haqida. Bor. Nachlik. Voy Manzuraxon, uydamisiz? Ha? Keling, keling. Shu yerdaman. Uydaman. Qayoqqa ham borarsan? Yaxshimi? Sizga nima bo'ldi? Nega kayfiyatingiz yo'q? Beti qursin bular. Beti qursin bular. Hech bir bola chaqani ketidan rohat olmas ekan. Hech bir bola chaqani ketidan rohat ko'rmay o'lib ketar ekansan-de. Nega unday deysiz? Nimaga? Mana bu kelinni aytaman-da. Kelinimni aytaman-de. Kuydirgan. Kuydirgan. O'g'lim ham har ikki gapni birga ajrashaman degan. O'g'lim ham har ikki gapni birida ajrashaman deyveradi. Ajrasa ajrasin-da. Ajrasa. Faqat bolalarga jabr bo'ladi. Bolalarga jabr bo'ladi, olsin. Axir ularda nima ayb? Axir ularda nima ayb? O'zi ayting. Bir chiroyli yashab Bir kelayotgan. chiroyli yashab kelayotgandi. Nima Nima yetishmayotgan ekan? yetishmayotgan ekan ularga? Axir bir emas ikkita farzandlar. Axir bir emas ikkita farzandlari bor-a? Odamlar tirnoqqa zor. Hech kimdan kam joylari. Hech kimdan kam joyi yo'q. Nima jin uribdi ularni? Nimasini aytasiz? Men ham shuni aytaman-da. Ularga gapirib turaman. Ularga gap uqtiraman deb o'zim charchab ketdim. Shu kelinim bor ishga kirgandan beri aynida. Kelinim borchi. Ishga kirganda aynidi, qo'ydi. Avvallari rosa yaxshi. Avvalo unaqa emas. Bir gap Yaxshigina qiz edi. Bir gap gapirsam, ko'p bo'ladi oyijon derdi. hozir bo'lsa betingizdan Hozir bo'lsa betimga sapchiydi. Shavkatjonni ham bir kunga o'rnatib. Shavkatjon ham bir tinga olmay qo'ydi. Bir nima desa tilini Bir nima desa gap qaytaradi. tilini o'ng qarshi qilib gap qaytaradi. Menga qarang olsin. Tiling uzilib topib olgan. Menga qarang olsin bitta yarimtasini topib olgan ekan. Kelinim o'zgarib qo'yadi. Shu ro'ptasini Qo'yinga, unaqa demang-ye. Astag'firulloh, unaqa. Keliningiz juda Ayollarga yaxshi. bordi. Keliningiz Pastkashlikka bordi. yaxshi. Bunchalik pastkashlikka boradi deb men o'yladim. Nega bo'lmasa bunaqa qiliqlar chiqaradi? Nega bo'lmasin? Unaqa qilg'ili chiqaryapti. Na bolalarni o'ylayapti, Na bolasini o'ylaydi, na erini o'ylaydi, na oilasini o'ylaydi. Mayli men xizmatimni Mayli, meni xizmatimni qilmasa qilmay qo'ya qolsin. Lekin eri bolalariga ham e'tibor qilmayapti. Eriga ham, bolalariga ham e'tibor berib qo'ygan. Nabiralarim bechora onasining yoniga borgisi ham Hattoki kelmadi. nabiralarim ham onasi ham qo'rqib qo'ygan. Yoniga borishga ham qo'rqishadi. Borishi bilan bu kun tashiydi-ya. Nahotki shunchalik o'zgargan bo'lsa? Ishongim kelmayapti. Ovozi ham chiqmaydigan kelinga. Misol men ishonga kelmayapti. Ovozi ham chiqmaydigan keliniz, a? Shuni aytaman-da. Shuni aytaman-da, Juda olsin. o'zidan ketdi bu kelin. Juda o'zidan ketdi bu kelin. Juda ham o'zidan ketdi deb bu kelin. Oxiri ajrasang ajrash devorman. Oxiri ajash dedim. Faqat bolalar shu uyda qolishi kerak. Lekin bolalar shu uyda qolishi kerak dedim. Ular ajrashib ham ketadi. Ular ajrashib ham ketar, mayli. Kelinimga ham bir er topilar. O'g'limga ham bir xotin topilar. Lekin bolalarga kim mehr beradi? Bolalarga kim mehr beradi? Ular o'rtada sarson bo'lib qolishadimi? Nima ular o'rtada sarson bo'lib qolishadimi? Shularni o'ylasam yuragim uziladi. Shularni o'ylasam, yirik bag'rlar ezilib ketyapti. Insof so'raylik opa. Siz o'zingiz ehtiyot olsin. Tag'in insof so'raylik. Aqllarini yig'ib olishadi. Aqllarini yig'ib olishar.
o'zini yo'liga tushib ketadi. Nima ko'rasiz? Siz o'ylamaysiz, o'zingizni o'ylang. Aytganingiz kelsin. Nima dedingiz? Oilalarni bir changini artaydi. Rabil qolib ketibdi. Yaxshiyam siz borsiz, ey. Yaxshi. Nachlik. Yaxshimisiz? Yaxshimi, o'zingiz yaxshimisiz? Ha? Nega настроениyangiz yo'q? Ha? Bit qursin bular. Hech bir bola chaqali ketidan rohat topmay o'lib ketar ekansan. Bu bola chaqa tashvishida faqat o'lib ketilar ekansan-da. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Kelinimni aytaman-da. Hmm. Mushundoq tashadi. O'g'lim ham har gapini nima? O'g'lim ham har ikki gapida ajrashaman degani degan. Shu ajrasin-da. Bolalarga jabr bo'ladi. Axir bolalarda nima ayb? Hmm? Nimaga endi ajrashar ekan? Nima bo'pti? Bir narsa bo'ptimi? Tuppa-tuzli yashab kelayotgandi. Nima yetishmayapti? Gulday ikkita farzandi bo'lsa, odamlar tirnoqqa zor bo'lsa, bularga nima yetishmayapti? Ha? To'g'ri aytasiz. Jimgina yashasin, jim o'tirsin. To'g'ri aytasiz. Men ham bularga gap uqtiraverib charchab ketdim. Menga qarang. Hmm. Shu kelini bor-ku, Ha. gumonim bor-da. Ishga kirgandan beri aynib qo'ydi. Avvallari juda ham yaxshi edi. Bitta gapirsam, xo'p bo'ladi oyijon derdi. Hozir bitta gapirsam, 10 qarich qilib, hozir bitta gap gapirsam, Hmm. tilini 10 qarich qiladi-ya, gap qaytaradi. Hı? Oğlum Şapkacan'ı ham bir tinga olmay qo'ydi. Hmm. Barnaman desa, voy, gap qaytaradi-ya. Menga qarang o'zim. Bitta yarimtasini topolganmikin deyman. Yo'q, unaqa demaydi. Nafasingizni yer uchirsin, Keliningiz judayam yaxshi ayol, yaxshi kelin. Yo'q, bunaqa pastkashlikka bormaydi. Unaqa demang. Nega bo'lmasa bunaqa qiliqlar chiqaryapti, a? Na bolalarni o'ylaydi, na erini o'ylaydi, na oilasini o'ylaydi. Mayli, meni xizmatimni qilmasa qilmasin. Lekin eriga ham, bolalariga ham e'tibor qilmay qo'ygan. Rostdan. Nevaralarim ham onasi oldiga boshqa qo'rqib qolgan. Bir narsa so'rab qolsa, hop deb bo'kirib beradi. O'lmasa. Nahotki shunchalik o'zgargan? O'zgargan, Osinjon. Yo'q, hech ham ishongim kelmayapti. Keliningizni hatto ovozi ham chiqmas edi. Qanaqa o'zgaradi? Shuni aytaman-da. Juda ham o'zidan ketib qoldi bu kelinim. Oxiri ajash dedim o'g'limga. Faqat bolalar shu uyda qolishadi dedim. Ular-ku ajrashib ketishar, mayli. Kelinimga bitta er topilar. O'g'limga bitta xotin topilar. Lekin bolalarga kim mehr beradi? Ular o'rtada sarson bo'lib qolishmaydi. Shularni o'ylasam, mana bu yerimiz siqilib ketyapti. Menga qarang, Olsin. Siz o'zingizni o'ylang. Biz Xudodan insof so'raylik yoshlarga. Ha? Insofga kirib qolar. Siz o'zingizni ehtiyot qiling. Siqilmang. Xo'p, iloyim aytgan ish kelsin. Nima qotdingiz? Aytyapman-da shu yerlarni. Ha, bitta dog' qolib ketibdi, yaxshilab ayting. Chinni qilib ayting. Aytyapman. Yaxshiyam siz bo'lsiz. Voy, polislar ko'rmasin. Pokiza sizlar o'zi ham. Sog' bo'ling. Mayli, chiqing.
Mayli qizim, o'zingni ehtiyot qil. Mayli qizim, o'zing ehtiyot. Dugonalaringga salom ayt. Dugonalaringga salom aytgin. Vaqtida ovqatlaninglar. Ovqatlaringni o'z vaqtida yegin. Xo'p, O'chirmagin, xo'pmi? bo'pti bolam. Yaxshi yur. Xo'p. Ha, qizing bilan gaplashdingmi? Ha, dadasi. Hammaga salom ayt. Hammaga salom aytdi. O'zi qachon kelar ekan? O'zi qachon kelar ekan? O'qishi tamom bo'libdimi? O'qish tugamabdimi? O'qishlari tamom bo'libdi, O'qishi dadasi. tugabdi dadasi. Bu yil 5-chi Bu kurs yil bo'ldi. 5-kursku. Shuning uchun amaliyotga qatnashish Yana bir kerak. oylardan Menimcha keyin- bir oylardan keyin kelaman, deyapti. Juda cho'zilib ketyapti-da buning o'qishi. Qanaqa amaliyot? Kech cho'zilib ketdi buning o'qishi. Yil bo'yi bo'la qolmabdimi shu amaliyotda? Yil bo'yi bo'la qolmabdimi o'sha amaliyot? Axir dadasi shifokor bo'lish oson emas. Dadasi, cha qiziqsiz. Shifokor bo'lish osonmi? Kasalxonaga borib bemorlar Kasalxonaga boradi, kasallar bilan tanishadi, tashxis qo'yadi. Quruq. Bitta kitob o'qish bilan bo'lmaydi-ku bu ishlar. Ha, senga qizingni maqtash bo'lsa bo'ldi. o'g'li O'g'ling qani? Uyda edi. Botir. Botir! Botir! labay. Rabbi Bu yoqqa qara. Ertagayoq uyni oldiga borasan. Xabar olib kelasan. Ko'rguncha qanday yuribdi? Qaraguncha qanaqa yuribdi? O'qishlari yaxshimi? Birov xafa qilmayaptimi? O'qishi ham jar cho'zilib ketdi. O'qishi ham jar cho'zilib ketdi. Xo'p bo'ladi. bo'ladi. Kadriz. Yana bitta paxta ishlab beraylik. Mayli. Barchilik. Mayli qizim. Dugonalaringga salom aytgin. Vaqtida Yaxshi yurgin. Ovqatlaringni o'z vaqtida yegin bolam, xo'pmi? O'zingni ehtiyot qilgin. Bo'pti bolajonim. Aytaman, salom aytaman. Qizing bilan gaplashdingmi? Ha, dadasi. Gaplashdim. Hammanglarga salom aytdi. O'zi qachon kelar ekan? O'qish tugamabdimi? O'qishi tugabdi dadasi. Ha. bu yil 5-kurs bo'lgan. Bu yil 5-kurs ekan. Shuning uchun amaliyotga kirish kerak ekan. Bir oylarda qaytaman dedi. Bir oylarda qaytaman deyapti. Yana qanaqa amaliyot? Jar cho'zilib. Jar cho'zilib ketdi-da buning o'qishi ham. Yil bo'yi bo'la qolmabdimi shu amaliyot? Ha, yil bo'yi bo'la qolmabdimi o'sha amaliyotni? Axir dadasi shifokor. Dadasi, chaqalasiz. Dadasi, juda qiziq odamsiz. Ha, Shifokor bo'lsa, shifokor bo'lish osonmi? kasalxonaga borib bemorlarni Kasalxonaga boradi, bemorlar bilan tanishadi, ularga tashxis qo'yadi. Hmm. Bitta kitob o'qish bilan shifokor bo'lib qolmaydi-ku. Ha, senga qizingni maqtash bo'lsa bo'ldi. O'g'ling qani? Uyda. Botir! Botir! Rabbi edi. Bu yoqqa qara. Ertagayoq shaharga borasan. Singlinga Singina xabar olasan. ko'rguncha qanday yuribdi? Qarachi qanday yuribgan ekan? Birov xafa qilmayaptimi? O'qishlari yaxshimi? O'qishi ham jar cho'zilib ketdi. O'qishi ham jar cho'zilib ketdi o'zi. bo'ladi. Kadriz. Kadriz. Biroq gap qildingmi? Manzura Hoy Manzuraxon, uydamisiz? Ha? Keling, keling. shu yerdaman. Uydaman, uydaman. Qayoqqa ham boraman. Yaxshi Salom ekansiz. alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Voy. Ha, yaxshimi? Sizga nima bo'ldi? Nega kayfiyatingiz yo'q? Bet qilsin bularni. Bitta kursim bilan. Hech bir bola chaqani ketidan rohat ko'rmas ekan. Hech bir bola chaqani kedida rohat ko'rmay, ulib ketar ekansan-de. Nega unday deysiz? Nimaga unaqa deysiz? Tinchlikmi? Mana bu kelinni Bo'ldi. aytamanda Kelinim aytaman. kuydirgan. Kuydirgan. O'g'lim ham har ikki gapni birida ajrashaman deydi. O'g'lim ham har ikki gapni birida ajrashaman deyveradi. Ajrasa-ajrasinda Ajrasa. faqat bolalarga jabr bo'ladi. Bolalarga jabr bo'ladi. Axir ularda nima? Axir ularda nima ayb? Bo'lsa
kechirishim. Bir chiroyli yashab Bir kelayotgan. chiroyli yashab kelayotganda Nima yetishmayotgan nima ekan? yetishmayotgan ekan ularga? Axir bir emas, ikkita farzandlar. Axir bir emas, ikkita farzandlari bor, a? Odamlar tirnoqqa zor. hech kimdan kam joylar. Hech kimdan kam joyi yo'q. Nima jin uribdi ularni? Nimasini aytasiz? Men ham shuni aytaman-da. Bularga gapirib turaman deb Ularga charchadim. gap uqtiraman deb o'zim charchab ketdim. Shu kelinim bor ishga kirgandan beri aynida. Kelinim bor ishga kirgandan beri aynida qo'ydi. Avvallar rosa yaxshi edi. Bir gap yaxshigina qiziq. Bir gap gapirsam, ko'p bo'ladi oyijonda. Hozir bo'lsa betimga sapchiydi. Hozir bo'lsa betimga sapchiydi. Shavkatjon. Shakka joyga bir tinga olmay qo'ydi. Bir nima desa gap qaytaradi. Tilini o'ng qarshi qilib gap qaytaradi. Menga qarang olsin, bitta yarimtasini topib olganmi? Menga qarang olsin, bitta yarimtasini topib olganmikan? Qo'yingga, unaqa demang-ye. Astag'firulloh, unaqa Keliningiz juda ayollarga yaxshi, bormang. bunchalik Keliningiz pastkashlikka bor. yaxshi. Bunchalik pastkashlikka boradi deb men o'ylamayman. Nega bo'lmasa bunaqa qiliqlar chiqaradi? Nega bo'lmasa unaqa qilib chiqaryapti? Na bolalarni o'ylayapti, na Na oilasini. onasini o'ylaydi, na erini o'ylaydi, na oyasini o'ylaydi. Mayli, meni xizmatimni qilmay qo'yaversin. Meni xizmatimni qilmasa qilmay qo'ya qolsin. Lekin eri bolalariga ham e'tibor qilmayapti. Eriga ham, bolalariga e'tibor berib qo'ygan. Nabiralarim bechora onasining yoniga borgisi ham kelmay qolgan. Nabiralarimi onasi ham qo'rqib qo'ygan. Nega? Yoniga borishi ham qo'rqishadi. Borishi bilan o'qib tashlaydi-ya. Nahotki shunchalik o'zgargan bo'lsa. Shunaqa o'zgargan bo'lsa. Ishongim kelmayapti. Ovozi ham chiqmaydigan kelindi-ya. Misol men ishongim kelmayapti. Ovozi ham chiqmaydigan keladi-sa. Shuni aytaman-da. Shuni aytaman, Juda olsin. o'zidan ketdi bu kelin. Juda o'zidan ketdi bu Shuni kelin. ham o'zidan ketdi deb keldi. Oxiri ajrasang ajrash deyordi. Oxiri ajrash dedi. Faqat bolalar shu uyda qolishi kerak. Lekin bolalar shu uyda qolishi kerak dedi. Bular ajrashib ham ketadi. Ha, ajrashib ham ketar, mayli. Kelinimga ham bir er topiladi. O'g'lim ham O'g'limga ham bir xotin topiladi. lekin bolalarga kim mehr beradi? Bolalarga kim mehr beradi? Bular o'rtada sarson bo'lib qolishadimi? Nima ular o'rtada sarson bo'lib qolishadimi? Shularni o'ylasam yuragim eziladi. Shularni o'ylasam, mening bag'rim ezilib ketyapti. Insof so'raylik opa. Siz o'zingiz ehtiyot qiling. Olsin, xudodan insof so'raylik. Aqllarini Aqllarini yig'ib olishar, o'zini yo'liga tushib ketadi. Mana ko'rasiz. Siz o'ylamang, siz o'zingizni o'ylang. Xudo insof bersin. Iloyim, aytganingiz kelsin. Bir qoldi deysiz. Oilalarni bir changini artaydi. Nima deb qolib ketdi? Yaxshi ham siz dorsiz, ey. Yaxshi. Stop. so'rashdan Yaxshimisiz? Yaxshimi? O'zingiz yaxshimisiz? Ha? Nega настроениyangiz yo'q? Beti qursin bular. hech bir bola chaqaniklikdan rohat Hech bir bola chaqani ketidan rohat topmay o'lib ketayotgansan. bola chaqa tashvishdan Bu bola chaqa tashvishidan faqat o'lib tukilayotgansan-da. nega unday deysiz? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Mana bu kelinni aytaman-da. Kelinimni aytaman-da. Ha. O'g'limni har gapini birida ajrashaman deydi. O'g'lim ham har gapini nima? Har ikki gapida ajrashaman deyveradi. O'g'lim ham har ikki gapida ajrashaman degani degan. Ajrasa ajrashsinda. Shu ajrasinda. Faqat bolalarga jabr bo'ladi. Bolalarga jabr bo'ladi. Axir bularda nima ayb? Bolalarda nima ayb? Voy opa nega ajrashaman deydi. Voy opa nega ajrashaman deydi. Nimaga endi ajrashar ekan? Nima bo'pti? Bir narsa bo'pti. Yashab kelayotgandi bu. Tuppa-tuzli yashab kelayotgandi. Nima yetishmayapti? Nima yetishmayapti? Gulday ikkita farzandi bo'lsa, odamlar tirnoqqa zor bo'lsa, bularga nima yetishmayapti? Ha? Nimasini aytasiz? Jimgina yashasin, jim o'tirsin. To'g'ri aytasiz. Men ham bularga gap qilib Men ham bularga gap turaverib
turaverib, charchab ketdim. Shu kelinim borib ishga kirgandan beri aytgan. Menga qarang. Shu kelinni olib, Ha. gumonim bor men. Ishga kirgandan beri aynib qo'ydim. Avvallar rosa yaxshi. Avvallari judayam yaxshi edi. Bir gapirmasdi. Bitta gapirsam, ko'p bo'ladi oyijondir. Hozir bitta gapirsam, 10 qarchi qilib, hozir bitta gap gapirsam, tilini 10 qarchi qiladi-ya. Gap qaytaradi. Shavkatjonni ham bir tiyinga olmadi. O'g'lim Shavkatjonni ham bir tiyinga olmay qo'ydi. Bir narsa desa tilini bir qarish qilib gapiradi. Voy, gap qaytaradi-ya. Menga qarang olsin, bitta yarimtasini topib oldim ekan. Menga qarang olsin. Degandasin to'fagan deyman. Yo'q, unaqa demang. Nafasingiz yel uchirsin. Keliningiz juda yaxshi, bunchalik. Keliningiz juda ham yaxshi ayol, yaxshi kelin. Yo'q, bunaqa pastkashlikka bormaydi. Unaqa demang. Nega bo'lmasa bunaqa qilib chiqaradi? Nega bo'lmasa bunaqa qiliqlar chiqaryapti? Na bolalarni o'ylayapti. Na bolalarni o'ylaydi, na erini o'ylaydi, na oilasini o'ylaydi. Mayli, meni xizmatimni qilmasa qilmasin. Lekin eriga ham, bolalariga ham e'tibor qilmay qo'ygan. Nabiralarim bechoraning yoniga borib ham kelmay qolgan. Nevaralarim ham onasi oldiga boshqa qo'rqib qolgan. Bir narsa so'rab olsa, hop deb bukirib beradi. Nahotki shunchalik o'zgargan bo'lsa? Nahotki shunchalik o'zgargan bo'lsa? O'zgargan Olsinjon. Ishongim kelmayapti, o'zi ham chiqmaydigan. Yo'q, hech ham ishongim kelmayapti. Keliningizni hatto ovozi ham chiqmas edi. Qanaqa o'zgaradi? Shuni aytaman-da. Juda o'zidan Judayam o'zidan ketib qoldi bu kelin. oxiri ajrasang ajrash deb oldi. Oxiri ajash dedim o'g'limga. Faqat bolalar Shu uyda qolishadi dedim. ular ajrashadi. Ular ajrashib ketishadi, mayli. Kelinimga bitta er topilar. O'g'limga bitta xotin topilar. Lekin bolalarga kim mehr beradi? Lekin bolalarga kim mehr beradi? Ular o'rtada sarson bo'lib Ular o'rtada sarson bo'lib qolishmaydi. shularni o'ylasang yuragingizda. Shularni o'ylasam, mana meni siqib ketyapti. Siz o'zingizni o'ylang. Biz Xudodan insof so'raylik yoshlarga. Insofga kirib qolar. Siz o'zingizni ehtiyot qiling. Siqilmang. Xo'p, iloyim aytgan ishga nima qotdingiz? Aytyapman-da shu yerlar. Mana bitta dog' qolib ketibdi, yaxshilamayapti. Shuni qilyapti. Aytyapman. Yaxshiyamsiz. Voy, qo'lingizni ko'rmasin. Jafo qilasiz o'zi ham. Sog' bo'ling. Mayli, chiqing. Choy ichib, damlab.